Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Bugun Qur'on mo'jiza kanalimizda orbitalar va aylanayotgan koinot haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Video avvalida sizlardan ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Biz esa videoni boshlaymiz. Koinotdagi buyuk muvozanatni saqlab turuvchi eng muhim sabablardan biri shuki, samoviy jismlar muayyan bir yo'llar bo'ylab harakatlanadilar. Yulduzlar, sayyoralar va yo'ldoshlarning barchasi o'z o'qi atrofida hamda o'zi taalluqli bo'lgan sistema bilan birgalikda ham aylanadi. Koinot xuddi fabrikadagi g'ildiraklarga o'xshab uyg'un bir tartibda ishlaydi. Ko'rinib turgan koinotda 100 milliarddan ko'proq galaktikalar bor va har bir kichik galaktika taxminan 1 milliardga yaqin yulduzlardan iborat. Shuningdek, har bir katta galaktikada trilliondan ortiq yulduz mavjud. Bu yulduzlarning ko'pchiligi sayyoralarga va bu sayyoralarning ko'pchiligi o'z yo'ldoshlariga ega. Bu samoviy jismlarning barchasi juda aniq hisoblab chiqilgan yo'l va orbitalar bo'ylab harakat qiladi. Millionlab yillardan buyon bu jismlarning har biri boshqalari bilan to'laqonli, hamohang ravishda o'z yo'llari bo'ylab harakat qilib yuribdi. Bundan tashqari, juda ko'p kometalar ham ular uchun oldindan belgilab qo'yilgan yo'llar bo'ylab harakat qiladi. Yana shu narsani ta'kidlash lozimki, koinotdagi yo'llar faqatgina bir necha samoviy jismlar bilan cheklangan emas. Quyosh sistemasi va hatto boshqa galaktikalar ham boshqa markazlar atrofida katta harakat qilishini namoyon etadi. Har yili Yer va u bilan birga Quyosh sistemasi ham bir yil oldin turgan joyidan 500 million kilometrcha oldinga siljiydi. Hisoblanishicha, samoviy jismlar o'z yo'llaridan hattoki ozgina chetga chiqqan taqdirda ham bu shunday og'ir sinovlarga olib kelgan bo'lardiki, bu butun sistemaning halokatga duchor bo'lishi muqarrar degan ma'noni anglatadi. Misol uchun, Yer o'z yo'nalishidan bor yo'g'i 3 mm chetga chiqqanda bu hol qanday oqibatlarga olib kelishi manbalarning birida quyidagidek tasvirlangan. Quyosh atrofida aylana turib, Yer shunday orbitada harakat qiladiki, har 18 milyada u to'g'ri yo'nalishdan faqatgina 2,8 mm ga chetga chiqadi. Yer harakat qiladigan orbita hech qachon o'zgarmaydi. Chunki hattoki 3 mm chetga chiqishi ham halokatli musibatlarga sabab bo'lar edi. Agar chetga chiqish 2,8 mm o'rniga 2,5 mm bo'lganda edi, unda orbita juda katta bo'lar va bizning barchamiz muzlab qolgan bo'lar edik. Agar chetga chiqish 3,1 mm bo'lganda edi, biz o'limga giriftor bo'lar edik. Shubhasiz, Qur'on nozil bo'lgan paytda insoniyat kosmosdagi millionlab kilometr masofalarda joylashgan jismlarni kuzata oladigan bugungi teleskoplar yoki zamonaviy kuzatuv texnikalariga ega emas edi va fizika yoki astronomiya kabi sohalarda hozirgidek bilimlar sohibi emas edi. Shuning uchun o'sha paytda oyatda xabar berilganidek, kosmosning yo'llari, ya'ni yulduzlar harakat qiladigan yo'llar, Zoriyot surasi 7-oyatdagi kosmosning yo'llarini ilmiy jihatdan aniqlashning imkoni yo'q edi. Ammo o'sha paytda nozil qilingan Qur'oni Karim bu haqiqatga doir ma'lumotlarni ta'minlab bergan edi. Bu esa mazkur kitob shubhasiz Allohning kalomi ekanligini isbotlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda uchrashib